Jonli mana o'zingiz nimani kuzatib, nimani ko'rayotgan bo'lsa, shuni aytasiz xolos aka. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Jamoamiz bilan birgalikda Tunikafon xizmatlarini qilishda davom etmoqdamiz. Navbatdagi Tunikafon xizmatimizni Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Bahrabodda Husanboy akamizning xonadonlarida xudo xolasa yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Husanboy akam taxminan bir 15 kun oldin bizni Rossiyadan turib zakaz qilgan, to'g'rimi aka? O'zi ham yetib keldi, biz ham yetib keldik aka. Endi o'zingiz fikrlaringiz aka, jonli holatda aka, yurtdoshlarga aytib bersangiz. Assalomu alaykum. Biz mana ukamni men 1,5 yildan beri YouTube'da kuzatardim ishlarini, kuzatib borib, xudo xolasa nasib qilsa shu ukalarimizni xizmatidan foydalanamiz deb niyat qilib yurdim. Endi mana kelishimdan oldin bu ukam bilan internetda gaplashib o'chirit olib, ammo o'chiritda yurar ekan bular. Navbat tegish qiyinroq bo'lar ekan. Gaplashib, kelishib, aytgan kunimizga yetib kelishdi. Mana qisqa fursatda sifatli ko'nglimga o'tiradigan darajada chiqdi. Menga yoqdi ishlari, sifatli qilar ekan. Tavsiya qilaman hammaga. Xizmatidan foydalaning. Aka, sizga rahmat. Xudo xolasa yaxshi kunlaringizga buyursin. Xudo xolasa to'ylar qiling aka, to'ylarga ayting. Rahmat. Xo'p, qadrdonlar, xudo xolasa mana xizmatlarimiz ham yakunlash arafasida bu xonadonimizni aylana shapkasiga polностью xudo xolasa tunikafonlarni qilib berganmiz do'stlar. Bu joyimizda mana ko'rib turibsizlar, kazirok qilingan ekan. Xullas, uy rossiyskiy stilda bo'lgan. Mana shu joydan mana kirib ketadigan xot ekan. Mana bu joyda koridorlarga ham ko'rishingiz mumkin, juda ham go'zal holatda qilganmiz. Hamda mana bu burchaklarimizga ham xudo xolasa отдельный ahamiyat berib berasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha mana xudo xolasa chiroyli holatda qilib berildi. Do'stlar, sizlar ham shunaqa Tunikafon xizmatlaridan foydalanmoqchi bo'lib yurgan bo'lsanglar, o'ylayotgan bo'lsanglar, hamma narsamizni, hattoki lesamizgacha o'zimiz olib kelib, xonadon egasini bir dona samarizga ham ovora qilmagan holatda xudo xolasa xizmatlarni amalga oshirib bermoqdamiz. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, narxlari 135 ming so'mdan qilib berdik bu xonadonimizga. Tunikani ishlatgan kvadratimizga hisoblanadi, joyingizning kvadratiga emas. Buni aytishimizning sababi bukilishi, qayrilishi, ustimiz qatirilishini hisobiga joyingizning kvadratidan tunika ko'proq ketadi. Sizlar ketgan tunikaning kvadratiga pul berasizlar do'stlar. Hammalaringga rahmat, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Tunikafon qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga bu videoda albatta jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar.